Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz sizlar bilan birga o'zimizni ikkinchi darsimizga start beramiz. Bizning ikkinchi darsimiz nemis tili alifbosi va harflar talaffuziga bag'ishlanadi. Darsimizning nomidan bilinib turibdiki, bugun biz sizlar bilan birga avvalo nemis tili alifbosini o'rganamiz, keyin bo'lsa nemis tili harflarini talaffuzi va o'qish qoidalarini birgalikda o'rganamiz. Avvalgi darsimizda aytganim kabi, biz har bir darsimizni o'tgan darsimizni avvalo bir marta qaytarib olish bilan boshlaymiz. Shunday qilib, bu bizning birinchi slaydimiz. Bu biz o'tgan dars o'rgangan mavzular. Biz sizlar bilan o'tgan darsda Hallo, Guten Tag, Guten Morgen, Guten Abend, Wie heißt du, Wie ist dein Name, Ich heiße, Mein Name ist kabi so'zlarni o'rgandik. Agarda bu so'zlarni yodlagan bo'lsangiz, biz davom etamiz. Agar hali ham yodlamagan bo'lsangiz, bir marta videoni pauzaga qo'yib, yana bir qaytarib olishingizga maslahat beramiz. Demak, bugungi darsimiz nemis tili alifbosi va talaffuz qoidalari. Nemis tili lotin alifbosidan foydalanadi. Unda ingliz tili singari 26 ta lotin harflari va qo'shimcha 3 ta umlaut va bitta sz harflari mavjud. Nemis tili harflari, nemis tili so'zlari qanday yozilsa asosan shunday o'qiladi, ba'zi istisnolardan tashqari. Demak, men bu nemis tili harflarini birma-bir talaffuz qilaman. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, E, Ö, U va SZ. Bu slaydimiz tushunarli bo'lsa, biz keyingi slaydimizga o'tamiz. Onli harflar va ularning o'qilishi. Nemis tili alifbosida 6 ta onli harflar bor. Bular A, E, U, O, I va Y harflari. Onli harflar ushbu holatlarda qisqa o'qiladi. Birinchi holat. Bir bo'g'inli so'zlarda so'zning oxiri R harfi bilan tugamasa. Misol, in, im, das, mit, den. Ikkinchi holat. Ikki va undan ko'proq undosh harflar oldida kelsa. Messer, arm, Apfel, Angriff. Ya'ni unli harfdan keyin ikkita undosh harf kelsa, unli harf qisqa o'qiladi. Bu slaydimiz tushunarli bo'lsa, biz keyingi slaydga o'tamiz. Unli harflar qaysi holatlarda cho'zilib o'qiladi? Birinchi holat, bir so'zda ikkita unli harflar orqama-ketin kelganda. Masalan, zum Beispiel ha, pa, te, bot so'zlarida. Ikkinchi holat, o'qilmaydigan ha harfidan oldin kelsa. Sehen, stehen, zehn, zahn ha harfidan oldin kelayotgan unli harflar cho'zilib o'qiladi. Uchinchi holat, ochiq bo'g'in ichida kelsa. Leben, lebendagi birinchi y harfi. Ladung, Hose, Feder. Feder so'ziga ahamiyat berasiz. Bunda ikkita e harfi ham cho'zilib o'qiladi. To'rtinchi holat, agar i harfidan keyin e harfi kelsa. Zum Beispiel, masalan, Liebe, Brief, Spiegel so'zlari. Bu slaydimiz ham tushunarli bo'lsa, biz keyingisiga o'tamiz. Undosh harflar va ularning o'qilishi. Nemis tilida 20 ta undosh harflari mavjud. Bular unli harflar va umlautlardan boshqa barcha harflar. Nemis tili undosh harflari asosan qanday yozilsa shunday o'qiladi, lekin ba'zilari va ba'zi holatlarda bundan mustasno. Demak, shunday harflardan biri bu S harfi. S
o'ndosh harflardan oldin va so'z oxirida s deb o'qiladi. Zum Beispiel, masalan, Atlas, Fest, Fast, Das, es va ist so'zlari. Agarda s harfi unli harflardan oldin kelsa, o'zimizni z kabi o'qiladi. Masalan, Sanat, Soldat, Sekunde va Hansa so'zlari bunga misol bo'la oladi. Keyingi holat double s va sz sal yo'g'onroq qilib o'qiladi. Masalan, Gruß, Fuß, Schluss va Straße dagi sz harfi. Keyingi holat s harfi. sp va st so'z birikmalarida o'zak so'z boshida kelganida sh kabi o'qiladi. Masalan, Straße, Spiegel, Strand va Spirale so'zlari. Yana bir marta qaytarib o'taman. Demak, s harfi sp va st so'z birikmalarida, ya'ni p va t bilan bir birikma hosil qilib kelgan so'zlarda o'zak so'z boshida kelsa, sh kabi o'qiladi. Misol, Straße, Spiegel, Strand und so weiter. sh so'z birikmalari sh kabi o'qiladi. Masalan, bizda s va h harfi birikma bo'lib kelgan paytda, birlashib kelgan paytda sh deb o'qisak, nemislarda bu s, s, h harflari birga kelganda sh kabi o'qiladi. Masalan, Schule, Schrift, Schwan. Keyingi harfimiz v o'ndosh harfi. Boshqa tildan o'zlashtirilgan so'zlarda v kabi o'qiladi. Masalan, viza, valyuta. Asl nemis tili so'zlarida esa v harfi o'zimizni f kabi o'qiladi. Masalan, Vater, Vögel va Verband so'zlari. Keyingi holat s harfi. S harfi o'zlashtirilgan so'zlarda k kabi o'qiladi. Masalan, kafe, kompyuter. Keyingi holat s va k harfi bitta so'z birikmasida kelganda ular ham k kabi o'qiladi. Masalan, ekki, tekki va piknik so'zlari. X o'ndosh harfi esa ks kabi o'qiladi. Masalan, paradoks, mixtu va xulofon. H harfi o'zimizni ochiq h harfiga o'xshab ketadi. So'z oldida o'zak boshida va hayt, haft prefikslarida h kabi o'qiladi. Masalan, Holz, Hals, Hause, Lebhaft va Gesundheit so'zlari. Agar h harfi a, e, o, u kabi unli harflardan keyin kelsa, o'qilmaydi. Faqat bo'g'inni cho'zilishi haqida ma'lumot beradi xolos. Masalan, san, lon so'zlari. Keyingi misol s va h so'z birikmasi a, o, u unli harflaridan keyin qattiqroq h kabi o'qiladi. Masalan, ax, buh. E va i unli harflardan va hin, lich sufikslarda esa biroz yumshoq h kabi o'qiladi. Keyingi misol p va h so'z birikmasi o'zlashtirilgan so'zlarda f kabi, t va h esa t kabi o'qiladi. Masalan, flegma, teatr so'zlari. Keyingi misol t, s, s, h so'z birikmasi ch o'zimizni ch kabi o'qiladi. Masalan, Deutsch, Chexov so'zlari. T va z esa ruscha ts kabi o'qiladi. Masalan, Witz, Trotz va Kratzen so'zlari.
N va G so'z birikmasi so'zning oxiri va o'rtasida burun tovushi sifatida o'qiladi. Masalan, gang, lang, g'ing va zingin. Keyingi misol R harfi oddiy R kabi ham o'qiladi yoki G tarzida ham o'qiladi. Biroq ikkinchi shakli nemislarda ko'proq ommalashgan. Masalan, Rudolf va G'abat so'zlari. Bunda biz oddiy R kabi emas, balki nemislarda ommalashgan G kabi o'qidik.